Mana oyoq kiyimimni kiydingmi? Uyda akalar bilan o'sgan mana bu dunyoning qiziman. Ular oyoq kiyimini kiyib yurgan qopmanda. Dada, keyin opasini kelib-ku. Oyoq kiyimlaringizni yashirib qo'ying. Xotin, qo'ya ozgina hidlangan o'zim yuvib tashay. Nima qilyapsiz? O'zim yuvaman. Hidlanganda. Shu hidmi? Meni akalarim futbolni shunday oyog'i tasib kelardi. Uni oldida yutding-ku. O'tir. Hozir o'tirishim bilan sizga yo tuz kerak bo'lib qoladi, yo murch kerak bo'lib qoladi. Nima qilyapsan? Erkalaga tekkan kasallik. Akalarim ham shu ovqat yeyishib boshlasam, ishtaham bo'g'ilib tushib yurishardi. Anaqa non olib kel, non ketyapsan-ku. Qani baxtliman. Keling kelishlari bilan shu ishlardan qutuldim. Uxlamaysizmi? Kirib uxlayvergin, men o'zingga uxlab o'taman-da uxlayolmaysan. Bemalol uxlayvering. Meni 4 ta akam traktorda taralardi. Ko'chadan o'tib ketayotgan odam bularni uyda kechasi yer ag'daryapti deb o'ylaydi. Nimamcha meni peshonam yarqiragan. Kallangizda akalar bilan o'sgan qiz uylan ekanda. Mashina shurgan. O'rtalaringiz boshlanmaguncha. Siz klubda bitta mashina bo'lar ekan bo'lsa, eshak yarab bo'ladi. Siz ham uyarib yo'q ketdingiz-a? Qachon ko'rishamiz endi? Ha, xorming. O'g'aynim telefon qilyapti. Hali ham tushunmadingizmi? Men 4 ta akam bilan o'sganman. Bunaqa fintiz o'tmaydi. Normaliki, kranni suvni ochib qo'yib gaplashmaydi.